Hamma bu narsani juda ham yaxshi biladi. Anime ko'rayotganingizda agar ovoz rasvo bo'lsa, hissiyotlar u yoqda tursin, nima ko'rayotganingizni ham tushunmaysiz. Animelarni sifatli o'zbek tilida tomosha qilishni xohlaysizmi? Bunday bo'lsa, anibla.uz platformasiga tashrif buyurishingiz mumkin. Bu yerda animelarni sifatli kadrlarda va eng muhimi o'zbek ovozlarida tomosha qilasiz. Barcha ma'lumotlar video ostida bo'ladi. O'rta Osiyo xalqlari haqida anime ishlanyapti. Nomi Jodugarlar chodiri. Ishlanyapti emas, уже premyera boshlangan. Birinchi qismi chiqib bo'lgan. Hozir sizlar bilan birgalikda shu animeni treylerini o'zbek tilida ko'ramiz, reaksiya qilamiz. Bitta nareskalarini tashlab berishdi. Xo'p, Instagramda ko'ryapmiz. Anibla studiyasi o'zbek tilida treylerni chiqargan, bu uchun katta rahmat. Va animeni ham o'zbekchaga tarjima qilishyapti. 6-iyuldan premyera boshlangan ekan. Bundoq tursam yaxshiroq ko'rinaman, bajaraman. Aytgancha, Bo'stonliq tuman formasidaman. Bu qiz yaqinda Biroz ovoz balana. Ozgina pasaytira olaylik. keldi. Uni Shitaraga atab qo'yishganda, unga bir muddatgina qarab tursanglar yaxshi bo'lardi. Personajlarning grafikasi juda boshqacha. Animega uncha tortib yormaydi-yu, lekin qadr yoqimli. Lekin binolar ko'rib yomon maza qilyapman ey. Boshqa iloji Men bilan qaranglar. yo'q. Nima desam ham kulib o'tiribdi. O'rganishga ishtiyoqi ham yo'q. Qochish kerak. Axir uyga qaytishim kerak-ku. Qochish kerak. Axir uyga qaytishim kerak-ku. Bu qizni o'g'irlab kelishganmi qayerdandir? Chota qizni qayerdandir o'g'irlab kelishgan. I'm sorry. O'qishni yomon ko'raman. Men ham Notanish joylarga borishni ham xohlamayman. Sen hozir nimalar ro'y berayotganini ham, bundan keyin juda balanda, biroz pasaytiraylik. nimalar bo'lishini ham umuman bilmayapsan. Vibe zo'r lekin, vibe qaranglar, qanaqadir juda yoqimli vibe. Men uzr xato qilibman, sizlarga juda yomon ko'rinayotgan ekan hozir o'ylab qarasam. Qanday endi? Shunday bo'ladi-da endi. Bu qiz yaqinda keldi. Uni Shitaraga atab qo'yishganda, unga bir muddatgina Uni nimagadir atab qo'yishgandimi? Bilat xayolimga juda yomon narsalar kelib ketyapti. Ish qilib kanizaklik uchun o'g'irlab kelingan nimadir bo'lib ketmasin. Endi men qanaqadir o'zbek serialidagi fikrlab olgan bo'lishim mumkin. qarab tursanglar yaxshi bo'lardi. Ne qizcha yoqimtoygina. Sharingina. Boshqa Binolar yo'q. vibe zo'r. Nima desam ham kulib o'tiribdi. O'rganishga ishtiyoqi ham yo'q. Qochish kerak. Axir uyga qaytishim kerak-ku. O'qishni yomon ko'raman. Notanish joylarga borishni ham xohlamayman. Sen hozir nimalar ro'y berayotganini ham, bundan keyin nimalar bo'lishini ham umuman bilmayapsan. Lekin o'qib o'rganib aqlli bo'lsang, qanday Tushunishim bo'yicha qizni xo'p o'g'irlab kelishganga o'xshayapti qayerdandir qizni o'qitishmoqchi. qiyin vaziyat yuz bermasin. Eng to'g'ri yo'l qaysi ekanligini tushunib yetasan. O'qish degani shu ekanda. Uy. Ovozni eshityapsizlarmi? Qanaqadir qilib ovoz. O'qish degani shu ekanda deb. Pul bo'ladimi yoki boy, kim bo'lishidan qat'iy nazar ilm izlash musulmonning burchidir. Eshityapsizlarmi? Ovozlar juda boshqacha, juda zo'r. Ana aytishadi-da, anibla faqat Toshkent Shevada qiladi deb yo'q, mana normalniy adabiyatda ham qilishadi. Shevada qilishgani ham yomon demoqchi emasman. Lekin menga aniblani ovozida Shevani iloji boricha kamaytirilganroqni ko'rish yoqadi. Lekin aniblani ovozida ko'rishni yoqtiraman. Prosta Sheva sal kamaytirilganroq bo'lsa. Juda ko'p bo'lsa emas. O'zi hozirlari ancha zo'r qilishyapti. Nima deydi? Shevani kamaytirishayotgandayroq tuyulyapti menga. Aziz Ahmadaliyev aytgandilar, biz ham endi Aziz aka shunaqa degandilar. Biz ham любой giroyga Sheva qo'shib tashlayvermaymiz. Shunaqa tortadigan giroylarga, ya'ni bir ko'cha bolasi yoki bir
teenager, yosh bolalar deydim, o'smirlarga degandilar. Aziz Ahmadaliyev 3-yil uchun Animal studiyasining direktorilar. F-klipni ibtido kitobini izlayotgan bo'lsang, u ana u yerda. Nimani ibtido kitobi dedi? F-klip ibtido kitobi dedimi? Chota bu diniy bilim ilm dunyoviy bilim o'rgatishmoqchi bu qizga nimagadir, lekin qiz xohlamaydi. Hay bola paqir. Barcha bilimlarni o'rganishni istayman. Haqiqatni izlamoqchiman. Jodugar chodiri. Jodugarlar chodiri. Lekin nomini boshqacha yozishdi hozir. Nomini Witch in Mongolia deb yozishdimi? Shuni search qilaylik. Witch in Mongolia. Monogolia deyapti. O, sal menda tushunmovchiliklar yuzaga kelyapti. Ya'ni Mo'g'uliston nazarda tutilyaptimi? Mo'g'uliston. Va menimcha tarjimada sal o'zgartirish kiritilganga o'xshayapti. Mongoliyadagi jodugar degan so'zni jodugarlar chodiriga o'zgartirib yuborishmaganmikin? Yoki Google Translate adashyaptimikin anaqa. Xullas anime baribir shu bizga yaqin bo'lgan bir turkiylar haqida bo'lsa kerak. Ayniqsa minoralari chizilishi juda zo'r. Personajlarga hozircha ko'nikkanim yo'q anaqa chizilishiga. Lekin vibe dahshat. Vibe rosa ham yoqyapti menga. Xo'p, Animalada birinchi qismi chiqqan, chunki 6-iyulda deyishgan. Bugun men 7-iyunda zaps qilyapman videoni. Men ko'raman buni, agar xohlasanglar, reaksiya video qilib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni men buni birinchi qismini tomosha qilaman va fikrimni bildirib, yo'q qilib o'tiraveramiz. Istasanglar. Uni ham YouTube ga joylayman. Nima deysizlar, agar shuni xohlasanglar, yoki bu anime haqida tahlil video qilishimni xohlasanglar. Misol uchun, qanaqa anime, nima haqida nima bo'lyapti, xullas shunaqa. Izohlarda yozib qoldiringlar, buni albatta qilamiz. Men bu animeni hali bu anime haqida Bu anime haqida albatta kontent qilaman. Menga juda yoqyapti. Shuning uchun like bosing, obuna bo'ling va biror normalroq prichoska aytib ketinglar qilishga. Xullas, men shunaqa sochim bor, prichoska qilish kerak.